Tezkor xabar: O'zbekistonda go'sht va sut narxlari oshishini ko'proq sezishyapti. Assalomu alaykum, siz Oper.uz kanalidasiz. Eng so'nggi va eng yangi yangiliklarni bilib olish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshlaymiz. O'zbekistonda daromadlari 2 million so'mdan 4 million so'mgacha bo'lgan aholi qatlami eng kam 10.5% inflyatsiyani sezgan bo'lsa, 30 million so'mdan ko'proq daromad topuvchilar oxirgi 12 oyda narx-navo 14.7% ga oshdi deb hisoblashyapti. Sezilarli inflyatsiya Qashqadaryo viloyatining eng yuqori, ya'ni 12.9% ni tashkil etadi deb yozadi Kun.uz rasmiy xabarida.